İkinci bölüm. Böre 10 gündən keyin qaytıb gəldi. Mən o qaytıb gəlgən axşamıla onun öyiga kirdim. Onun keyfi ketgan vaqtidagidin yaxshi, ruhi ko'tarank edi. O ko'krigiga qadalgan yo'g'on iznakdan namoz qilib, uydan talaga chiqmadi. Odam oyog'i besilganda uninkiga kirdim. U qo'ltiqiga qo'pol gullik mamuq yostiqni qistirib, bir kitobni varaqlab asnab, yonboshlab yotgan ekan. O salımımni tasta ilik oldi-da, yenidagi ko'rpini sharat qilib, "Kel apandi" deb qo'ydi. "Qandaqroq? Manga yo'q yerdan ish tepib berding. Bilamsan, sening heliqi madaniy gaplaringni yodlamoq, qulyani yodlamoqdanmi tas tushdi. Tasli qoldim. Shujiliknimi, aktivchanligimnimi ola deb pashni qiqib qashqili. Ömrümdə bunda qiyin ishni ko'rmagan. G'unujinning azobini ko'rsatdi. To'tlik etimdan tushib ketdim. Nima qilgan bilan aktiv bo'lmoq, bizda gizanda bo'lmoqdan yaxshi degina? Qurusin, aktivlikni elib 10 qitim gizanda bo'l. Noyidan Urumchiga o'milab borgan deysimi, mayli deydim. Yodlamoqning tasligi, necha yuzlagan odamning oldida yolg'on so'zlamoqchi o'tegi. To'g'ri deyman, bayatdan qilgan ishimning tayini yo'q. Urug' kalining tezigi cho'ngdi degan mushuda. O'ylamgan ishni o'yladim. Dedim. Tarixda ishni kavda qildim. Hammani qilgan sen, yolg'onni qilmashtirib yozmagan bo'lsang, menga bu kun yo'q. Ishning balasi. Davudimning deginni qildim. Davudimmi yana bir aksining deginni qildi. Biz ko'pchilikni aldaymiz. Ko'pchilik bizni aldaydi. Bir-birimizni aldab o'tadigan o'xshaymiz. Aldashni bilmasang, bizning hashirdak sotlanasan. Bu gibin joyda a'zolarni duyjonlarni aldaydi degini, aplab-saplab nomor elishni biladi. Molchilarchu go'sht yegisi kelsa, mol doktorining gelin maylaydi. Mol doktori saq qo'ylarni kesal deb xat qilib beradi. Bir qo'ri qo'yning yerimi oralla qishdan chiqadi. Bizmi go'ngshini aldaymiz, go'ngshi nayini aldaydi. Manga qo'yib bersa, yolg'on so'zlamaydigan, oldimaydigan ishning ballarini aktiv qilatdim. Bizga o'xshash kazaplarning tilini dag'laydim. Sanga o'xshash yolg'onni qamlashtirganlarning qo'liga metin tutqizib, to'ng chaptirib, qiq yig'diratdim. Emgak yolg'onni xolamaydi. Yerni oldig'ili, malga apsin o'qig'ili bo'lmaydi. Hey xotin, qaytib qoldingmi? Mehmon kelgili navaq hech kim kelmaydi-ku. Yengam xafa, bozorlikning tayini yo'q o'xshamamdi. Qasqir ovoz yolg'onchilikni o'rganib oldi. Endi o'sib ketadi. Mendan chansa, qandoq qilarman deb g'amda qoldi yengam. Choy o'rniga sho'rpa, non o'rniga go'sht keltirildi. Oilaning cho'ng o'g'li qo'lidagi kichkina dos bilan mirzadagi lungisni joyiga qo'yib, dadasiga qaradi. Dadasi kitobni balsiga uzatib, qatlab qo'ygan yerlarni yodla. Yodlashni bilmasang, chataq ekan. Yodlamasang, doğru olmaydi ekansan. Doğru olmasang, sana olqish nada? Men aktiv bo'lib edim, qarmamsan a'la. O'g'limmi aktiv yoshlarning vakili bo'pti. Endi uy xotinlarga navbat kelganda bizning xotinmi sahnada o'rin oldigan o'xshaydi. Tova, heliqi qarg'u qahramonni demsan, qarg'u turib 4 modin benam o'ribdi. Xamonga kelgan o'g'irlarning kimligini bilibdi. Angladingmi balam? Dadang qaltis qahramonlar bilan uchrashdi. Lekin za a'la bandi, haraq ichalmay gelim, odam tili olmay tilim qichishib, itdek zerikdim. Men uning masxara tani bilan to'lgan so'zlaridan vijdon azobi tatqanligini bildim. U cho'lda o'sgan yo'lvoz, u qandoqmi qafasga ko'nsin, uning fikrlari kengri yayloqda qiyg'itib yurgan to'sinat, u ot qandoqmi tor ig'ilga sig'sin, u qandoqmi o'z xohishi bo'yicha kelib, qo'nmagan shon sharaf qo'shini davlat qushi deyalsin. Biz echishdik. 2 piyola oq aroq uning shahardan elib kelgan chumbartisini yirtib tashladi. U og'zini buzib hammasini tilg'ili, o'ziga ato qilingan Urumchiga vakil bo'lib berishdek shon sharafni bir tiyinga arzimaydigan lovuzliq degili, o'zini bo'lsa yaramsiz, pamsiz, keraksiz, tog' bo'risi degili turdi. Men gapni boshqa yoqqa burashga urindim. Ha, mening orib og'inamni topdingmi? Dedimmi? Dedi u yenidagi chibarqut tujurkisining yanchuqlarini o'rib jo'rib. U xat avatgan to'g'ri, qani u. İştning ballari taş, manap deganlaring toza ishmakchi bo'lib o'ltirgan ekan, ustiga kiribdiman.
Kiribla Әла әпәндіден салам bilemsizler, u hazır mening katibim dedim. Hürmetin çoğ ekan jumu, namını anlap ular avval bir-biriga qarashdi. Ondan keyin kalpuklarini medirlatishib, ko'zlarini michildatishdi. Achchiqim kelib, uchining beshini bir-biriga urushtirib, itning bolalari og'inanglarni so'qim qilib etmadim. Bequvvatman, nimaga yig'laysizlar? Devidim, ular kulishdi. 4 odam 10 budulka ili oliy sortliqdan ichib, bir o'g'loqning go'shtini yeb bo'ptimiz. Bütün gap sening ustingda bo'ldi. Gap chiqishgan, ular seni Xudo bildi ekan. Xudoning bolaring bor ekan. Hoshir shuji qiyomatlik do'sting ekan. Undaq bo'lgandan sen apandi mangmu qiyomatlik do'st bo'lishing lozim edi. Ala ko'ngil o'xshaysan. Mendan sir yoshirganing nimasi? Sen yoshirgan bilan ular yoshirmadi. Ular hech nimani qo'ymay dedi. O'qigan, ishlagan, yozganlaring, mutgan, qashqan, yig'lagan, tayoq yeganlaring qolmadi. Мәмі сенің тақ ішіден түлкедек тіміз қылап чыққалықың, хейліқи өңкірді 3 күн медірілмай ятқалықың, маңы мұны тәссүріні езіп бәргәлікің, кечелері жинчырақ yorqıda жыллар білін сөзлішідіғалықың, ешнемаңны қоймай сөзледім. Ular yani kimlərinin gepini qıldı, mən taqaza болып kimningdir xəbərini bilməkçi boldum. Mening ballarım toğrusida nemələrini anladың. Haraq iş dedi o mağa. Türüm peshonasi ostidagi qizargan yo'g'on ko'kish ko'zlari bilan so'qib qarab qo'yib, "Nadim bilay, 3 butulka jun ishgan odamning yodida nima qolsin? Xotining chiroyli ekan. Ishning bolalari qo'yib etish uchun chiroyliqni tanlab olasizlar. Xotin deganni usti bedikdak put-qo'l, chish ko'zlarini tekshirib, sana umr bo'yi osh bo'lishga ko'zing yetgandan keyin elishing kerak. Xotin degan ikki ishni qiladi. Birinchisi, jiningga jon qo'shadi. Jon degan bola, bolalaringni tug'ib, beqib, chirig'ingni o'chirmaydi degan gap bu. Ikkinchisi, seni kutadi. Tomoq, tushak, kiyim, hattoki sening tomoqlaringni xotin o'rab qo'ydi. Ularsiz jonga nada aram bo'lsin? Sening xotining chiroyli ekan, chiroyli deyishivdi. Ko'z oldimga yuzlari chavoygandek oq, og'izlari, yengi g'unchilari, namoz sham gulidek kichik, əvrişim zilva, gap qilsa hamma yeri titraydigan bir erkin oynoq qiz keldi. Rasmu, apandi, hamma tarqulug'ing shuning bilan boshlangan. Sana chiroyli ko'ringan o qizni bizning munu yeziga akelsang, o'tmas matadek bahasi tushib ketadi. Bizga mangzidan qon temib turadigan, putqo'llari tom, ballarimi harva etidek qovul qizlar go'zal ko'rindi. Mana shunday qizlarni talishib, qo'llarimizga qamchi sho'yla ilib maydonga chiqishimiz. Qo'ysangsa, nimandaq besapa gaplarni qildigansiz? Ballar ansa uyat emasmi? Uning ayoli mehmonxonaga kirib, deriza pardalarini tortishtirib etib, eriga noz bilan to'lg'inib, lavlarini yasab, qapoqlarini suzib, shundaq dedi. Xat dedingizmi? Men uni cho'k solg'uchiga selib qo'ygan apandimning ishkanda. Men uning o'shqiga tushadigan qizil tambilning kang pushqiqidan chiqib turgan yalang oyoq putlarga qaradim. Uning topallari yerilgan, tirnoqlari qushninkidek mazmut edi. Men darhol ko'zimni qochirdim. Men chiqib ketishim kerak. Chunki mening g'ilpal ko'zim tushgan 8 balni cho'ng qilgan bu tinimsiz ayolga butun zo'qi bilan talmirib o'ltirgan bo'ri mendan shuni talab qilmoqda. Hoshir chiqdi ekan degina dedim o'rnimdan turib etib. Men endi noyiga bir borsam bo'ldigan o'xshaydi. Biroqli ketamsan? Yo'q, men biroqli sana a'zo bo'lman. Go'ngshidan sana texi demadimmi? Nimani? Seni go'ngshiga qatib qilmoqchi. Davud Jo'rin seni yoqtirib qapti. Yo'q, men hukumat ishiga aralashmayman. Bu yerning ismi Qo'rayliq ekan. Men o'zimga Qo'raychi deb taxallus qo'yib, yiziqchilik, teriqchilik bilan shug'ullanaman. Nima deding-a? Nimishqa tushunmayman. Qaysi iqlimning tilida so'zlayotsan? Itning bolasi ho'y. U o'rnidan turdi. Men uning murisini quchoqladim. Men to'lim xo'shal, atigaligi ho'ylamda turib, soy suyining shavqullarini hayajon bilan anglayman. Neriqi qaptaldagi seriq chechakli qichi itizi menga bo'lakchilar go'zal ko'rinmoqda. Sayg'a ta'zim qilib turgan qiyri so'gat shehidagi qushlarmi menga yangidan tabrikligili kelgandek ko'rinmoqda. Erkinlik, sen qanday sirliq va aziza, vahimsiz yoshgan odamga ko'k osmonmi, odam zotsiz cho'lmi kulib atgandek bilindikan. Hoshir chiqsa, Roziya bilan tepsa, menmi, ballarim Güzelay bilan muni
turdi bo'ridek ko'ngillik yozsam, qimmatlik ishimni xotirjam ishlasam, u chaqda ko'ngil jarohatlarim tezli saqaygan. Nodirov bilan Savutovlarning armonlarimi bizning qo'limizda kamal topgan bo'lmasmidi? Bu kunlar keldigan o'xshaydi. Akşam Arif bilan Toshning xetini ko'z yoshlarim bilan namdab qayta o'qidim. Mana odatim bo'yicha yodlayaptiman. Salom. O'rkigan to'shqan, sanga tanglangan miltiqlar yo'qoldi. Izingga tushgan mashkalar qapqanda seni ovlamoqchi bo'lganlar yo'lvas yilpizga duch keldi. Qora bo'ron o'tib ketdi. Qurmash uyida, lekin undimas bo'lib qapti. Osman turmadan qaçqan, hozirgacha deraksiz. Zulxumar derkini elish uchun Urumchiga ketdi. Tosh bilan Arif paka sening yo'lingga taqaza. Hoshir sening qahramonliging hisobiga o'limdan aman qoldi. U hozir turmada ulug' g'oya to'g'risida siyosiy mahbuslarga leksiya so'zlab yotqudek. U yaqinda chiqdi-da, Noyaga yana shuji bo'ldi. U chaqda sen bilan bizni yana ishga tegishib etidim. Men do'stlarimning xetidan xuddi bir yaxshi kitobdek hozir olaman. Biz bir sinfda o'qigan yigitlar hammamiz degudek adabiyotni yaxshi ko'ratdik. Do'stlarimizga kitoblardagi o'xshash mijozlik odamlarning ismlarini laqam qilib qo'yib olatdik. Arif Bakarni bo'yiga qarab, "Tiyer" desak, yana bir do'stimizni Gerasim deb Turgenevning Momo nomli asaridagi Kekashning ismi bilan ataydik. Birini Chechikov, birini Kongyiji, birini Artamanov, birini Mahmud Pochi. Kitobiy g'azat darmelikchindagi yog'ochdan zambirak yasagan shaxs deydik. Laqamsiz birimiz yo'q edik. Laqamlarimizga ko'nik edik. Laqam bilan chaqirsa, ha deydik. Men do'stlarimning xetini o'qib etib, yoshlik chog'larim, orzu, umidga boy davrimizni aslab, ish-ichimizdan do'stlarim bilan faxrlanaman. Lekin Arif bilan Toshning xetidagi go'zal ay to'g'risidagi xabarlarni yodlashni xohlamayman. Hatto uni o'qib qo'yganim uchun ko'nglim aski. Men faqat boshqalar o'qisa xabardor bo'lsin debla bu ko'ngilsiz xabarni xotirlab qo'ydim. Uning dadasining qolgan joyini qaytarib beribdi. O'zgartirilgan uylardan boshqa uy, bog', lapaslarni go'zal ay qo'liga elib 56 ming so'mga setibdim. Bu puldan 20 ming so'mga Sharq mahallidan chaqqangina 5 egizlik uy setib olibdi. Adila bilan ikkisi hozir shu uyda ekan. Ali bilan Dilaramu shularning yanida ekan. Adila bilan Go'zalay 2 mashina bilan Rishel ishlaydi ekan. Rishelgini heliqi komissionchi pul qilib bergudak. Ular hozir boyashab, xo'shal-xo'ram yashab etibdi. Adila heliqi erini tashlabdi. Ular yakshanba kunlari bir xil yasinib, bollarni bir xil yasab, ko'cha aylanarmish. Komissionchi ularni kuchining boricha sho'x yigitlarning hujumlaridan saqlab turgudak. Bu albatta yaxshilik. Poycha shu yerdagi Go'zalay komissionchining himoyasini qabul qilgan. Uning qo'ruv joyining qo'liga tegishida komissionchi Adilaning eri va raqiblar xizmat ko'rsatganmish. Demak, Go'zalay meni rostla unutmoqchi. Men uchun azoblanish uningga yot. U aksicha aysh ishrat qo'yda. Bas shunchalik yasam yetarlik. Men kundoshlik va nafrat bilan o'rtangan qalbimdan xotiramga mundaq bir qo'pol so'zni ko'chirib yezib qo'yishni muvaffaq ko'rman. O'z so'yginining kundosh qo'ynida yotqinni bilganidan ko'ra, kishiga uning qorong'u go'rda yotqinni bilgani yaxshiroq. Bu ochiq gap buyuk yozuvchi Balzacga tegil. Lekin bu so'z mening kundoshlik bilan yaralangan dilimga tasalli bo'lalaydi. Bugun qo'lim ishqa bormidi. Sayg'i tushib ketmak qiyri qarg'i yog'ochlar orasidagi bedelikka berib bosh o'rim bedi chepayotgan yigitlar bilan birga bo'ldim. Yigitlar chalg'i chepib etib naqsha etdi. Qayrab etib chaqchaqlashidi. Choy ishishib etib chelishidi. Turibla beslashidi, turibla tilishidi. Bularning ma'naviy oziqqa tashna dillari hozir bilgan, ko'rganlaridan rozi emas. Men ularning qalbiga kitoblardagi hayot, bilim to'g'risida kelmas gap qilib yurib, yangi xiyol, arzu tilaklar urqini chashqanman. Ular paranglarda chet ellik kitoblar, yangiliklar to'g'risida so'zlashib qo'yishidi-yu, lekin yanala haroq, ot, it, o'g'loq, chelish, naqsha, shahar to'g'risida so'zlashni yaxshi ko'radi. Baslashamsan, nimishqa zerikib ketdim. Ha, ma'qul, nima qilib? Haroq ichib. Necha butulka ichimiz? Birdan ikkini. Nimangni tiksan? Birdan paxlan. Ma'qulda ich, oqshomliqqa o'ltirish.
Ko'pchilik vaqirashdi, saltchilar ko'paydi. Tomuzda quruqdan quruq 2 budulka oq aroqni 4 kun bo'lib ichish, yiqilgan yoki yondirgan kishi bir paxlan uttirish yezliqlar uchun qiziq tomosha. Lekin men uchun buni tomosha qilish Lermontov bilan Ballant orasida yoki Pushkin bilan Dantes orasida bo'lib o'tgan duelni ko'rib turgandek qo'rqinchli. Mana bugunmi birining yiqilganini, yana bir g'olibning o'stan shaqratmasida necha soatlab suvda yotqini ko'rdim. Cheklik, takrorlanguchi, taqozo qilguchi bir xil hayot ularni zeriktirgan. Kunlari, oylari, hatto yillari bir-biri bilan o'pmi o'xshash bo'lgan hayotmi xuddi kuniga 3 vaqt yeyilgan javanda nondek jonga tegadi. Jini ichiga patmayotgan bu yigitlar navoda imkon bo'lsa o'lib beqishqimi, do'zax va jannatlarga kirib beqishqimi tayyor. Ular o'z vujudida paydo bo'lgan sadoqat, mardlik, no'chilik, qaramliq, intilish, lazzatlanish qatorliq hissiy boyliqlarni sarf qildiganga bozor, joy izdigichilar. Ular ana shu izlanish yo'lida har qanday ish qilishdan yanmaydi-da. Yezi menga amdi umrlik hamroh. Men bu havoliq yezda yana 40-50 yil yashaman. Turgenev 50 necha yilda qanchalik kitob yozdi? Tagor, Tolstoy, Gyote, Giyogorlarchu. 50 yildan 60 necha yilgacha asar yozgan bu ulug'larni o'lga qilib, qolgan umrimni ashu deqqan yoshlaridek bir xil ish bilan o'tkazishga men nemishqa yaramaydi ekanman. Oylik xarajatimga 30 so'm bayashat yetadi ekan. Boshlang'ich maktabga muallim bo'lib olsam, balkim 58 so'm bu pulimni to'liq berar. Bu pulim kichik opam ikkimizga yetadi. Ozroq emgak qilsam, bolalar bilan emek bo'lsam, qolgan vaqtni o'qish, yezish bilan o'tkazsam, keyin balki jahon yaxshilanib qolar. U chaqda yozganlarim nashr qilinar. Hayotimning oxirida bo'lsa-mu, bir necha kitobning egisi bo'lib qolsam, balki mening qalamim bilan butkul kitoblarning o'quvchilari orasidan mening bu xotiralarimni o'qiydiganlar chiqib qolsa ajab emas. Bugun yakshanba, iyun oxirlashdi. Bulbul mast bo'lib zo'qi bilan tabiatni maqtamoqda. Acaba bulbulning ovozidami 7 o'zgarish bor ekan? Uyg'ur ili naqshlarga 7 o'zgarish shundan e'longanmi? Ana bulbul derizam tövdagi qizilgulga qo'nib sayrmoqda. Tinch, salqin yoz kechasi. Menga bulbulning hamroh bo'lgani qandoq yaxshi, ha? Uning ovozi nimancha zil, u menga shunchalik yaqinlik tuyulyapti yoki hamma odamga shundaqmi? Yo'q, menga shundoq o'xshaydi. Men yoshirib nima qilaman? Uning ovozi menga birining zil ovozliq naqsini eslatdi. Güzel ay balasini yaxshi beqish uchun heliqlarga yelinishga majbur bo'lgan bo'lsa-chu, men nimishqa uningdan o'rinsiz gumon qilaman, nimishqa azoblanman. Menga ko'ngli kerak boshqa aslimi yo'qmidi? Ha rost, Rizvon to'g'risida Yoqubning o'pkadek qizirib turadigan chiroyidagi muhabbat tabdi to'g'risida, qisqasi boshqalarning baxti to'g'risida o'ylashmi ko'ngillik ishqu. Bugun chinqishda soydagi buloq bo'yida so'g'uq suv ichib o'tirman. Buloq beshidagi majnun tallar suzuk, muzdek suyi bilan jonga orom beradigan bu necha 100 yillik buloqni qayrimi kirpikdek qo'g'dab himoya qilib turdim. Men tuyuqsiz yuqoridagi yo'l tarafdan kelayotgan qiziqarli suhbatni anglab qoldim. Rizvon, nimandaq meni ko'rsangiz ta'tir qarab olsiz? O'sh, yo'lni to'rmang. Yoqub, tilib etmanjimi? Tillang, urung, g'ing qilsam o'lay. Tilingizni anglasam, tayiqingizni yesam deb sizga cho'kan demay yolvurib yuryapman. Nimishqa meni yaratmaysiz? Avara bo'lmang Yoqub, mening beshim bog'liqliq. Nima? Kimga? Bilmamsiz tehi? Avu yangi kelgan bo'ytaq apandiga. Nima? A'lo apandin demsiz? Ha, nima bo'pti? Mening apandimga yarg'uvchiligim yo'qmikan? Yigitning demi ichiga tushib ketdi. U azoblanmoqda. Menga g'azablanmoqda. Men uningdan betar azoblanmoqdaman. Chunki o'z ustunligi bilan boshqalarning ustidan kuldiganlar vijdon osilari. O'z ustunligi bilan azoblanadiganlar-chu, ular haqiqiy odam. Mana bu mening mantiqim. Rizvon mursidagi apkishini o'yintib oldimda paydo bo'ldi. U nozlanib, maydisini tutib qizirib kuldi. Tova, mahaldagi so'z chechakdan xabaringiz bormi? Yo'q. Hamma xalqning eg'izida gap, meni sizga choplab, "Viyay, siz qachongacha turasiz?"
Bödönəmnىڭ uvusi yo'q, nega borsa vitvalдақ deb yo odamni dog'da qoldirolsizmi? Görüşdən xəbər yo'q, səvzi deməyibdi. Degəndək iş bo'lgan o'xshaydi. Men texi bu cho'kan to'g'risida bir qitimmi o'ylanganim yo'q. Cho'kan bo'lsa sho'q ayollarning chaqchaqlarini anglayverib, o'zicha shunday qarorga kelgan o'xshaydi. Men javobni bermay buloq suyida yuz yuvish uchun engishdim. Cho'kan atrofga yo'l qarab oldi-da, texmi jur'at qilishga boshladi. Hamma odamningmi beshida bor ish. Odam nomus qildi ekan. Burunqi erim haroq kashidi. Haroq bilan o'ldi. Yomon ko'ngil og'riqi tortdim-da, siz ichmaydigansiz. Men kulib qo'ydim. O'sh, toza mo'rmasga uchurdimmi nima? Uyqungiz ichilmaganmi? Ya, mana amsa. Cho'kan cho'mish bilan suv ilib yuzimga chashdi va meningdan bu chaqchaqning davomini tama qilib qo'llar bilan yuzni himoya qildi. Men bo'lsam maykamga kirib ketgan sovuq suvdan andikib, maykamni badandan ajratish bilan avor edim. Cho'kanning rayi qaytdi bu ehtimalim. Buloq beshida zo'ngziyib o'ltirib olib dedi. Sizni apandichilikdan nimishqa haydadi? O'quvchi qizlarga ya nacharligimdan haydadi. Qandoq nacharlik qilgan edingiz? Bola o'qishga yaramaganda. Әмді яраватсызғы, менің енім чоң болсам, әла әпәндімдек болымен дейдіғі әмісі. Ярамсыз болмақ чекенде, ей, сіз қандақларчы ярамсыз болысыз? Растылла сіздің қызыңыз бар екен, бұрынғы аялыңыз немі іш қыладды? Бека, неміш қойып әткен, өлген. Чырайлық ме дей? Яны чырайлықтың тәмәк қылды екен сізді, әмісі, шындақ. Çokan dedi de ornundan turdi. O әп kişini mürüsüge elip sudaki öz kölengesiga qarab qo'ydi va uzun chochlarini kayniga tashlab, o'smidan qaraygan qoshlarini yemirib qo'ydi da bel purma ko'ngligining ballarini tuzashtirib, yog'liqini cheklab tangdi. Eng oxirida menga yana qayrilib qaradi. Bizning uyga tunugun elchi keldi. Gongshining bir kadirga deb kepti. Dadam qizimning beshi bog'liqlik degan o'xshaydi. Bog'liqlikmikin desam, yo sizning elchingizning tayini yo'q. Men yana gap qilmadim. Çokan mening parvosizligimdan ranjidi ehtimalim apkishni langishtirib yuqoriga chiqib ketdi. Çokan ketgandan keyin men ig'ir yukdan qutulgandek yeniklab qoldim. Bu sog'lom badan qimlashgan Çokan nemishqa menga bog'lanib qolgandi-a? Pushkinning Poltav dastoni yodimga keldi. Dastonda Kinez qizining 60 necha yoshlik otamanga oshiq bo'lib qolganligi tasvirlangan. Әмді 20 yaşını aşqan Çokan 30 neçə yaşlıq adamga nemishqa qiziqqandı, Mən özümçilik xafa bo'lib qoldim. Assalomu alaykum. İki yigit çalgılarını mürüsüge silib yenimga keldi. Mən çalgı çaldıqlı kelganlar deb parvo qilmay meniverdim. Qavul 25 yaşlar chamsidagi yigit menga qarab, "To'xtang aka, sizga gap bor" dedi. Xo'sh, men hayron bo'ldim. İki qavul yigit chiroylari o'msa, jiddiylashgan, nima deyishni bilmay menga qarab turadi. Birdam o'ltirsangiz ekan, mening vaqtim qiz. Qiz cho'konlarga hijab qis emaskan-ku, dedi gap qilmay turg'ini ho'rkirab. Nima demoqchisan, ukam? Mening ochiqim keldi. Gapning uzunimi qilaylimi, qisqasini? Qisqasini qil, dedim men xafa bo'lib. Undaq bo'lsa, Rizvonning qo'l uzun, ta'lingiz bor ekan, bugun ko'nglingiz tuydimi? O'shiq gap qilmay uni yo'lga soldingiz. Salla qing'ir dasigan bo'lsangiz, bugun ish boshqacha bo'ladi, dedi aldirab gap qilg'ini, qo'llarini plangitib. Men ularning niyatini tushundimda qaqaqlab kulib ketdim. Meningdan ansirgininglar ortiqcha ishlaydi deb qo'rqqandakla bir ish. Rizvongulmi u qizning edi. Men umuman qiz cho'konlar to'g'risida bir qitimmi o'ylaganim yo'q. Ular bir-biriga qarab kulib qo'yishdi va xijolat bo'lib, "Undaq bo'lsa yaxshi, apandi. Munu yoqib uningga oshiq. Uni olmasa o'libmi bo'ladi, dana? Ongsa Rizvon sizdan tama qilib yurgidek. Qog'ichinda o'z o'ziqidan qizg'inadi, apandi. Yoqib ikkimiz xeylidan beri sizning peyingizda yo'shirib nima qilayli, lekin sizning hech shapi bo'lmadi. Mening o'yinish niyatim yo'q. Navada o'yinishni qaror qilsam, menga boshqa loyiq tepinglar" edi. "Ukam Yaqub, tayyorlik qil. Bosh tushirganni o'zim qilib beraman" dedim xushxo'ylik bilan. Shu kunilla otlanib bo'rini izlab taqmandim. Birinchidan Yaqubning ishini uninga aytmoqchi. Ikkinchidan hammadan muhimi men Zulyaninkiga berib, kichik opamni ko'chirib kelishim.
yoshirib qo'ygan qo'l yozmalarim bilan kitoblarimni akilishim kerak. Buning uchun bo'rining yordami kerak. Hozir uni ko'rmakmi tas bo'lib qoldi. U Үрімчіге беріп, активлар yig'inida mening yezib berganim bo'yicha yodlab olganini deklamasiya qilibdi. Uning bu deklamasiyasi men shundoq atib oldim. Nihoyatmi cho'ng dag'dug'i paydo qilibdi. Gazitlarga uning bu so'zi to'liq besildi. Men birga uni qo'shib yezib chiqqan bu narsamni o'qib birda kuldim, birda nomus qildim, birda azoblandim. Qarab turibla boshqalarni aldadim. Lekin mushu aldinish hisobiga ular meni himoya qilmoqda. Yalğan aytishmi bir mahorat, qobiliyat o'xshaydi. Yalğan hisobiga bo'ri yuqori darajalik inqilobiy komitetlarga hay'at vakil bo'laldi. Men mana hurmat va inovat deb oldiman. Gongshi bilan Nahiya meni hadab tanlashmoqda. Gongshidan meni kotib qilish uchun necha qitim uqtirish odam keldi, lekin men unamadim. Davud Jurining deyishicha, Nahiyalik inqilobiy komitet maxsus hujjat chiqarib, mendan kechirim so'rab, meni qaytadan xizmatga taqsim qilmoqchi ekan. Lekin men endi unumayman. Men endi yolg'onchilik hisobiga inovat tepishni rad qilaman. Bo'riga so'z yezib berganligim mening vijdon oldida o'tkazgan boshqa xatoliklarim qatorida xotiramning bir betidan o'rin olsin. Hayot xotirasi har odamning o'z qo'li bilan yoziladigan qiziqarli xotira, ko'rkam surat. U albatta har xil qizil, ko'k, seriq, qora bo'yoqlar bilan go'zal bo'la oladi. Bo'rini bük qarag'ayliq orasidagi kigiz uyda qimiz ichib yotgan yeridan topdim. U mashrang shim tujurka kiygan, o'tik qo'nchisiga qamchisini qistirib olgan, qizil kitoblar selingan mashrang so'mkasini yonpashlab yotgandimi bo'ynidan olmagan. U bu ko'rinish bilan birinchi sinfga kirib, hayotning yangi bosug'isida mast bo'lgan baxtlik go'dakka o'xshaydi. Bugun tushkicha odam yig'diq. Canlıq ögünüp, canlıq işletiş dolqını qozğumaq asanmı? Əla bəndi, Ürümçide Qurban Tulum, İsmail Hasan, yana neyni nəminçiler bilan görüşdüm. Qurban Tulum qollarımını söydü. Alqanlarımdaki qadaqlarını silab durub, Batur işkalla yigit, Rustamdek qamatları, Berzudek күшleri бар ekan. Tağ yutkeşke yugun buvayını yengib qo'ydigan o'xshayla, deb chaqchaq qildi. Məmmi layqıda, əmma lekin siliga yetmayman. Eşek bilen Beycan'a bağmak asammı, silimi poyizning buqsidek kuchlikkanlar dedim. Biz hemmimiz kulishdik. U o'ngda yetib menga qaradi. Ha, bir ishga keldingmi apandi? Talog'i chiqsang, ikki ig'iz gapim bor edi. Davermamsan, dedi u parvosizlik bilan. U hozir xeyli o'zgargan. Men yolg'on deb yozgan heliqi ish izlari uning nazarida hozir rostga aylanib qolgan. Başqalarını öz sözleriga ishondirish uchun tirishib yurib, o'zim ishinib qolgan o'xshaydi. Uning so'zlarimi o'zgargan. U hozir odatdagi gaplarga kitob so'zlari, u uzundilarni qo'shib so'zlaydi. Muomalasimi hozir burunqidek sodda, qo'pol va samimiy emas. Sun'iy yasalma, boshqa odamning chopinidek singishmagan holatda edi. U tasta o'rnidan turib, kigiz uy oldidagi qarg'ay ko'tigi üstüde o'ltirib mening so'zlarimni angladi. Yaqub bilan Rizvonning to'yini o'zim qilaman. Ha, rost, sana demabdiman. Heliq apandi og'ayning yana bir haftadan keyin chiqadi. Zulyani kelgan men odam avatay, oldirma. Sening dushmanlaringning oyig'i tinchidimi? Uqubroq ish qilayli. Orubma, heliq pakinak, shu chiqaman degan. Bir haftadan keyin bir gap bo'la, deding. Men uning gapiga ko'ndim. Atsi Davud mudir o'zi keldi. Men kotib bo'lishni rad qildim. Lekin mahaldagi qeri muallimga yordamlashib, bolalarni o'qitqash, turishni iltimos qildim. Oylik shaqim 25 yuan bo'lib, pul bilan 15 kun. Muhimi mening ishim ko'ngillik. Yana 10-15 kundan keyin bolalarni ta'til qo'yib beramiz. Mahalda 1-sinfdan 3-sinfgacha o'qiydigan jami 42 bola bor. Men 1-sinfni tanlab oldim. Ularning qo'llarini tutib xat yozdirish to'limi ko'ngillik. Men ish haqi olaman. Muhim ishim bor, bir puxra. Bu menga xo'shallik. Kuniga 9-10 soat kitob o'qish, yezish bilan bo'laman. Arab faris tillari o'rganishni mashq qilishda menga maktab mudiri ham o'qituvchisi bo'lgan 60 necha yoshli Shamshiddin apandi saboqdosh bo'lib oldi. U burun diniy maktabda o'qigan ekan. 1945-yildan boshlab boshlang'ich maktabda muallimchilik qilib etibdi. U har kuni kashliga tugidek mening yotqimga kirib turdi-da.
Xafa bo'lsangizmi kiraman. Nemishqa deganda, bilim o'rganishda odam degan bo'rdek, bo'skak bo'lmasa bo'lmaydi. Qani boshqasini qo'ying. Bugun Habibatul Haqayiqni, ha rastla, siz Atabatul Haqayiq dedingiz, mayli shundoq bo'lsin. Ko'chirib olib ajab yaxshi qilibsizkanda. Akşam 5. bobni tugatdik. Oxirisiga o'taylik degandek so'zlarni qildi da badashqanni qurib o'ltirib olib, ko'zaynikini tortib olib o'qishni boshlaydi. Men ba'zida rostla xafa bo'laman, chunki men o'z planimda yoki xotira yoki xanzu tildagi tarixiy kitoblarni ko'raman. U bo'lsa meni klassik she'rlarni o'qishga majbur qiladi. Men noroziligimni chaqchaq bilan bayon qilaman. Siz qiyirganda yana Qur'on yodlashga o'tganingiz tuzuk. Bu she'rlardan siz nima foyda topsiz? Abul Nasr Muhammad Farabi 80 yoshida vafot bo'lgan. U nurg'un til bilgan, matematika, astronomiya, tibobatchilik, hatto musiqa qatorliq bilimlarni puxta bilgan. Fanniy bilimlar uning nomini bu dunyoda o'lmas qilib qoldirgan. U, "Apandi, nima deb yurisiz tag'i? Navoiy 40 dan oshganda ijodiyat uchun istiqomatda o'ltirgan bo'lsa, men 70 yoshimda o'ltirman. Men o'lgandan keyin texi men yozgan xamsini necha kecha kunda o'ltirib ko'chirisiz", deydi u. Shamshiddin aka meni hurmat qiladi. Uning tashviqoti menga nurg'un ovargachilik tepibmi badi. Ba'zida yezdagi tarix, til va ijodiyat xumorlari yotqimga to'planib kirib oladi da yerim kechagacha meni avar qiladi. Ba'zida hatto yiroq qo'ngshilardan ziyolilar, mollalar, hatto yezi sozandlarimi kelib paranglashadi. Men ularga sarf qilingan vaqtimning o'rnini nurg'un uyqu va dam ilishlarimdan qurbon qilib, oralla to'ldiratdim. Sizga ata yoki o'g'illikka bir mehmon keladi, dedi u yukinib o'ltirib olib. Kimdamsiz? Seyit tarixchi, she'rmi yozadi. Ismi Fazil Mulla. Sizni anglab xushal bo'lib, demak, bizning oramizga bir yulduz eqib tushibdi-da, bizning bu kakkok bulbullarga makon bo'lib kelgan beg'imizga bulbul go'ya kelib qapti-da, ha? Yo'l raskarlarimni bitkizib albatta borman, dedi. Qo'rqmang, xiyradorligini men ustimga olaman, dedi qaqaqlab kulib. Siz meni ozroq tashviq qilsangiz aka, dedim men uningga rasmiy iltimos qilib. Biz xotirjam muallimchilik qilsak deyman. Belli, dedi buvay xafa bo'lib. Men o'qituvchilik qilayotgani bu yil 26 yil bo'ptim. Uning oldidagi 10 yil xalfatchiligim qo'shilsa 36 yil degan so'z. Mushi yerim ömrüm ichida behuda odam maqtamabdiman. Ammo maqtug'im kelganda men bir maddah qoyilman. Maddahni nasihat bilan maddahlikdan qoldirib bo'lamdi. Apandi, ömrimiz oz qoldi. Sizlarni maqtab bo'lsa-mu xo'sh bo'lib olaylik. Buningga chek qo'ymasangiz ekan. Uning bir talmo oq kirmagan ko'tmak burutlari titradi. Qo'yuq qora qoshlari ostidagi xumor ko'zlaridan norozilik belgilari bilindi. U o'rnidan turdi va qo'ynidan sarg'ayib ketgan varaqini chiqardi. "Mana qarang, vali mahkamasining meni Husaynlar maktabiga mudirlikqa tayinlagan buyruqi o'qib ko'ring", dedi. Men vali mahkama ma'rif idorasining buyruqini o'qidim. Buyruqning ostiga mundaq so'zlar shpagrab qilib ilingan edi. Kishilik jamiyatida o'qituvchining mehnatidan faxrlanadigan mehnat yo'qdir. Chunki olim, muhandis, yozuvchi, qo'mondan, jamiyat, davlat arboblari va boshqalarning hammasi o'qituvchi mehnatining mahsulidir. Buyruq aynan ko'chirib ilingan. Ahmadjon Qosimi 1949-yili 1-oyning 13-kuni. Men buvayga qaradim. Uning maqsadini yaxshi tushunalganidan keyin buvay kulimsiradi da varaqini ilib olib, "Siz bizdeklarning mahsuli, bilamsiz? Qaysi bir dehqon o'zining o'xshagan oshliqi bilan maqtanmaydi? Qaysi bog'man mevalari bilan, qo'g'inchi o'zining obi navottiri bilan, Navoiy o'zining shirman nallari bilan maqtanmaydi ekan. Lekin o'qituvchilarning amgiki bilan maqtanishi oz bo'lyotdi. Noyda oz bo'lyotdi. O'qituvchilarning qadr-qimmatini ozaytyotdi. Men nimishqa xushal? Sizdeklar qancha ko'p chiqsa, biz o'qituvchilarning hurmati shuncha zo'r bo'ladi. Siz mening og'zimni nasihat bilan yapolmaysiz. Men sizni texi gazet jurnallarda she'r yozib maqtayman, dedi. Arzimaydi, dedim men Shamshiddin apandining o'qituvchi uchun shuncha sakbara bo'lganiga hurmat bildirib. Meni bunchalik tashviq qilishga arzimaydi. Hech to'kpam yo'q. Yaxshi uruq munbat yer tayyor. Amdiki gap
vaqtida suv berib parvash qilishda mening ko'zimga ilm fanning buluq mevasi ko'rinib turibdi. Ümid qilganingizga rahmat. Mening bu umidni oqlashim natayin. Yo'qsa bu sizning aybingiz, dedi buvay. Men chig'imda xamsa qoldirman deb umid qilaman-u, sizga ko'rinib turgan mo'jizani inkor qilmoqchi texi. Shunda qilib mening qayg'uluq tushkun hayotim xushallik va umid orzu bilan yana yangi mazmunlarga erishdi. Har kuni sahar o'rnimdan turaman-da, atiyalik mashg'ulotimni boshlayman. Padakala mahalla o'tirsidagi saynaga to'planguncha bog'larni, buloq bo'ylarini aylanib yurib, chet el tili yodlayman. Mushu yezning qonuniyati bo'yicha men vaqtni egilib oldim. Azam bilan tang o'rnimdan turaman. So'g'uq buloq suyida yuyunaman-da, uyimning kaynidagi yop-yeshil idirliqqa yugurayman. Obdan tarlangandan keyin o'z irodamni chingitish uchun soyga tushib, toshdan toshga urilib, bujg'un yasab iqiyotgan sho'x tog' suyiga cho'milaman. Yengil xush kayf bo'lib uyimga kelaman-da, bo'rining bolalari akirib qo'ygan bir opqur issiq sutga to'qashchilab, rohatlanib oziqlanaman. A'zolar shammi chaynashib ishqimaganda yezi bolalari maktablarga mangdi. Men bu chaqcha 5 soat baxtli ishlayman. Mening kunlarim ko'ngillik, tartiblik o'tayotgan kunlarning birida eshak arba bilan orib, tosh ikkisi bu tog' bag'ridagi kichkina yezni izlab so'rab tepib chiqibdi. Men do'stlarim bilan qayta quchoqlashdim. Qiynalibsizlar, dedim men quloqlari so'lashgan kov yupurmaqidek salpib, tuklari ta'tir o'rilib, tinmay ichini so'qiyotgan eshakning to'shib yiqinini bo'shitib etib, qara mavu bechara eshakni. Nimasi bechara? Bu o'limtikning, dedi tosh ochiq bilan eshakning qo'rsig'iga tepib. U bizni so'rmadi. Arif ikkimiz uni bu tog' to'pisiga so'rab ochiqdik. Do'g'ab qil, bu haramni bizga qo'yib bergin. Bo'raning bolalari birdamla muzdek buloq suyi bilan suzma tayyor qildi. Do'stlarim do'g'ab ichib qing'aydida uxlab qolishdi. Men ularning oyoq kiyimlarini soldirib, sovuq suda putlarini, paypoqlarini zo'q bilan yudim. Ular padakala qaytganda qozondagi paxlan go'shi pishib, may bo'lib ketganda uyg'ondi. Biz so'rin tuzdik. Ular qog'oz yashiklardan to'qash, oq o'rik, setolun, kartoshka olmalari, pomidor, loza, bu narsalar tog'liq rayonda e'tiborliq. To'nika qachida a'lo sortliq haroq qatorliq sovg'alarni chiqarishdi. Men paxlan go'shi bilan xam qaymoq, suzma, seriq mayga o'xshash chorov mahsulotlarini dasturxonga qo'ydim. Ohoy, dedi tosh. 2-3 yildan beri o'tni yerim ziyofatlarni biroqla tugatadigan bo'ldik-da. Men o'tir piyola haraqni ko'tardim-da, do'stlarimga qaradim. Tosh o'ruqlig'im, ko'z quyruqlarga qo'riq tushgan. Burni o'ruqlig'ining qing'iraqqa o'xshab, ko'zlari chunqur, go'dang ichida pildirlab qolgan bechora japokash holatda ko'rindi. Uning xodanidan tikilgan kulrang chapinning yoqasiga bir usti qo'l apchil yamab solgan. Türmede neçe ay yattın adaş? 4 ay, 12 gün. Dersen eğer mi? 22 saat deriz. Onun üstüge balı 5 degine, dedi taş gözlerini çimildidip. Qutquzuş puluğa qol suzub qalmay deb, kishi beshiga 8-9 so'mdan keldigan pul bilan kunlarni aldab saldab o'tkazadigan gap. Adaş, qani odamni to'li chaqildatmay yutqinda bizga qo'y. Men ishtimda piyolni arib sundim. Arif adaş, sen bu türmege kirmedin. İqtisadın mı yaxşı? Lekin sen bizning derdimizni to'la tartыңcımı? Men tartmasam kim tartıdı? Dedi Arif qaradab qo'rilib qolgan ko'rimsiz yuzdagi birdan bir boyliqi hesaplanadigan dugulak qora ko'zlarini bildirlatib. Biringlarning ayoli, biringlarning balasi, biringlarning o'liki, yana biringlarning izlariki, so'roq hayvisi hammasila Mang qalğan tursa, sizlar o'tning ichida ko'ygan bo'lsanglar, men o'tning teshida ko'ydim. Mana 2 yil bo'ldi, Osmonning 3 bolasi biznikida. Osmon turmadan qochgan, Zulqumar uni izlab chiqib ketgan. Osmonning qeri ota-onasining nevarlarini tugul o'zini boqquchiligi yo'q. O'g'sisining qaray, o'ylisini tozalash, üzümlarni baranga elish, ko'mish, 10 ko'mirlarni akilishga o'xshash ishlarning hammasi mening ustimda. Ömer efendimi Raziyaning balası bilan yolg'iz qoldi. Uning mu holidan xabar olman. Hey, ishtola, adash ala. Mana tosh ikimiz
Ming təslikdə dərsimizni başqalarga o'rlashtirib, 3 kunlik ruxsat elib bu yoq chiqdik. 2 kun yo'lga ketdi. Erta bir kun qoldi. Yo'l mangimizmi? Sen bilan birga bo'lamizmi? Qani amsa ishdiq. Haqiqiy namunachi deb mushu Arifni desa bo'ladi, dedi tash bir piyola aroqning kuchi bilan pokanda qizirib. Men xotin bilan 5 balni tashlab, mushu Arifga ishonch qilib turmaga xotirjam kiraverdim-da, har qatim baholash bo'lganda Arifning namunachilikqa hamma ishi to'shidi. Sinfning dars o'zlashtirishi 90%dan tushmaydi. Hamma jihatda butun shahar o'qituvchilarining oldi, lekin ijtimoiy munosabati buningga bir balo bo'ldi. Savutovni, Nadirovni o'z qo'li bilan dafn qilganligi, Heliqi Hoshirning xetini ochgan Rahmatjon degan bolaning jasadini ota-onasiga topshirganligi, har haftada bir qitim turmaga g'izo, kiyim-kechak to'shib turganligi, Hoshir bilan sening uninkida bo'lganliginglar, Osmonning bolalari, bu narsalar uning peshonasidan ketmaydi. Adash, qo'yg'ina naqsh aytayli. Hech bo'lmasa bir dumbura bo'lsa-mu tepilar. Naqshangni o'zingdimi to'laroq sig'indim adash. Undaq bo'lsa avval g'izalnayli. Mavu bir piyola g'izo yeyish uchun qolg'ini bir ozdan keyin bu yerda meningmi ulfatlarim bor. Heli qizlarni itning bolasi deb tilgan shujini bilamsizlar? Bilmamdigan shaharda butun maktablar uning nutqlaridan zilzilaga keldi. Endi buni dasturxonda uning leksiyasini anglash nisib bo'ldi ekanda, dedi Tosh kulib. Yo'q, u dasturxonda rostila bo'rga aylandi. Siyosatdan, xizmatdan so'z qilmaydi. Qarmoqqa qip-qizildek ko'ringani bilan toza aralassang, u bir tüp-düz, rostchil, texi hissiyatchan odam. Undaq bo'lsa chaqir, dedi Arif xo'shal bo'lib. Naqsha, latifa, ko'ngil ochadigan gaplar bo'lsin, boshqasidan ko'ngil aynaydigan bo'lib qoldi. Uni chaqirishning hojati yo'q. U shu topda cho'qim tog'dan qo'y, qimiz akilyotdi. Uning bolalari allaqachon xabar yetkazdi. Endi sizlar mening uyimda mehmon bo'lmaysizlar. Mening ham qarshi elish, ham uzitish ziyofatim shu. Endi bu yezda uy bisib qo'y so'yildi. Hamma uyda mehmon bo'lasizlar. Bo'lmasa men toptaniga qolaman. Abla, mundaqligini bilgan bo'lsam, 5 balamni olg'a chiqatdimkan, dedi Tosh chaqchaq qilib. Becharalarning uchiylari maysirab, eski harvining chaqidek qag'jarab ketdi. Biz texi g'izolanib bo'lmay turibla, taladan turdi bo'rining tog'dan tosh qo'lgandek hayvatlik anglagan ovoz anglandi. Itning bolalari, shaharda mushu taxay bilan qandoq chiqqansan? Pah, bu eshakning hosirishini bir oysiz o'ri bo'la olmaydi. Bu ko'tarilma. Bir otqa ziyon bo'pti-da, ha. Biz hammamiz uningga agishib kulishdik. Uning yo'g'on mardona gavdisi tapsida paydo bo'ldi. Salom, qo'tir eshakning cho'mlari, dedi u qo'llarini ko'ksiga qo'yib. Yetishlarini qaramamdigan eshkinglardan o'rgangan o'xshamamsizlar? Ha, tog'ning och bo'risidan o'rgandik. Jiq yavitib singdira olmay yotdik, dedi Toshmo loyiqida chaqchaq qilib. Biz o'rnimizdan turib kulki chaqchaq bilan ko'rishdik. Qini biznikiga o'tkilayli, dedi bo'ra bizni aldirtib. Hozir Davud Jo'nundan telefon keldi. Urumchidan bir cho'ng boshliq bizning go'ngshig'i kelibdi. Bugun kesh menikida mehmon bo'lg'idek, oblastdan nahiyadan qo'shilganlarim bordek. Undaq bo'lsa bizga ruxsat qil aka, dedim. Men uningga yelinib, mehmonlarim ati ketadi, bir kecha mungdishib olayli. Nima, nega ketadi? Hozirla bularning ovu qo'tir eshigini sayga domlatqizib o'tman. Shahar tarafga piyoda mangsa, bütün yo'llarga minbin qo'yman. Sen apandi, mehmonlaringni ranjitmayman desang, to'lib baloqlamay oldimga tushmang. Bo'lmasa heli bekor, divanining xurjinidek muramga silib ilib mangman. Biz uning deganini qildik. Xotiramni lekin bilan boshlayman. Bizning barliq xushalligimiz bir til yo'q chiqdi. Men Urumchidan kelgan cho'ng boshliqning heliqi men uydan qochgan boshliq, ya'ni xo'jayin ekanligini, uningga oblastdan qo'shilgan kishi naq raqibning o'zi ekanligini nerdan bilay? Men hayotimda raqibni qayta ko'rishni, uning yapma qapoqlari ostidagi zahar yog'digan ko'zlaridan shodlik kulgisi chaqnab, qo'llarimni xuddi ko'ni do'stimdek tutib, yana bir qo'lni muramga qo'yib, atrofdagilarga eng yaqin do'stim deb tanishtirishini anglab, jimjit turishni xiyolimga keltirmagan. Xo'jayin mening qo'llarimni ching siqib, "Ha, qochqin, men texi seni yer sharining u tarafiga o'tib ketdimkin desam, oralla mushi yerga keldingmi?
Yetti kecha kunduz qechibmi, devining olqinidan qechib chiqolmagan heliqi bechora boldek ish qipsan. Bu yer mening olqinimning ichi, ha? Endi menga nima deysan? Katib bo'lamsan yoki turmaga kiramsan? Degan chaqchiqi men xijil qilgan. Nomus qildirgan bo'lsa, raqibning A'loni izlab butun Jongoga e'lon tarqatdik. Bu bekorlar qochgan. Men uni jon tikib qo'g'daydim. Uning ustidagi tuhmat illatni men o'zim rad qilib, uni oqladim. Deyishlari meni g'azabdan yerilg'idek holga keltirdi. Avu talog'i ochiqib, rosa puxandan chiqqicha urmaylimi? Dedi Toshpo'lat 2 piyola ichgandan keyin quloqimga pichirlab. Ahmoqlik qilma, dedim men lanjuda raqibni urib tortgan ziyonlarimni darhol esimga kelib. Onunğa qarab olishning o'rniga qaqaqlab kulgan bo'lsak yaxshi bo'ladi. Lekin hajab xamkanmiz, yolg'on kulishni o'rganmagan ekanmiz. Ha. Toshpo'lat tuyuqsiz shunda qattiq kuldiki, onunğa agishib xo'jayin, bo'ra, ondan keyin uydagi 20 dak odamdan raqib bilan Orubdan boshqa hammasi qaqaqlab kulishdi. Men raqibga qaradim. U to'mirdek qarayib, yolg'on hejishqimi moslashamayotgan ko'kish lavlarini yalab qo'yib, beharom bo'lib o'tirmoqda edi. Men ulaştırmayla çaqçaq başladım. Anlamayla küldüңлар. Men Toshpo'latning kuskus gepini tarjim qilib beray. U eshikimizni rastla bo'ri yegan bo'lsa-da, shu bahona bilan bir to'y o'ynab olsak deb kulyotdi. Maslar bu gapga kulishdi. Uydagilar hozir kulkidan boshqani bilmaydi. U avuni deb qo'ysimi kuladi. Bo'rining og'zi ichildi. Mono alapandi otning osurqog'imi tarjim qila oladi ekan. White. Bo'rining huvlishini tarjima qila. White. Bu oson. Bo'rining huvlig'ini chidamasdan yig'lig'ini. Andaq bo'lsa bugunla ketayli raqib ukam. Ikkili qo'yni yesak, turdi qasqir og'iz o'lib olgan o'xshaydi. White. Vahaha. Men pat raqibga qarab qo'yman. U qarayib tatirib tasta yolg'on hejib, gumonxo'rlik andishi ichida azoblanmoqda. U xo'jayinning ismini tilga olganligi bilan qadini ruslab oldi-da, chaqchaqqa aralashmoqchi bo'ldi. Turdi qasqir ovoz dedingizmi? Pah, qo'rqmay bo'rining o'zida mehmon bo'lganimizni, ha? Bo'rining qo'rquvdak nimasi bor? Dedi Toshpo'lat darhol. U qo'rqashqa to'g'ri kelsa, marab tishlaydigan itning qo'rqisi bo'ldi. Ha. Bizning Orub tuyuqsizlar orqasiga o'zini tashlab, opirin deb kulishga boshladi. Yana bütün uydagilar hech nimani tushunmay kuldi. "Ala, duttarchal, naqsh it", dedi uzoq kulkidan keyin. Xo'jayin meni yeniga tortib, "Bilamsiz, raqib ukam, bu sesiq ziyolining odamga huzur beradigan hunarlari ko'p." "Bilmamdigan", dedi raqib o'zini tuzashtirib, midirlab ko'tarilib qo'yib, "Yo'lda kelgicha sizga parag'ini qilib berdim-ku. Mening eng yaqin sirdishim. Rostimni aytsam, bizning g'ururimiz, iftixorimiz, yulduzimiz mana o'shalar. Siz buni qiyin sharoitlarda saqladingiz. Xalqimiz sizdan minnatdor. Men oblastlik inqilobiy komitetga vakolatan sizga rahmat aytaman. Minnatdorligimizning belgisi mushu bir rumka haraqni sizga tutay. Levingizni takkizibla qo'ysangiz, beshim osmonga taqishadi aka." Duttar sazlayotgan qo'llarim ixtiyorsiz titradi. Bütün vücudumda g'azab nafrat bilan qaynagan qinim meni kushkurtmoqda. Payt keldi, og'ziga ur demoqda. Lekin men bunda qila olmayman. Nemishqa hoshirdak qaytmas qaysar bo'lib yaralmagandiman. "Ma qachaq", dedi xo'jayin menga haraq sunib. "Xo'shallik uchun ich, nimaga turilsan? Men hammani bilaman. Seni u do'stlaringni yaxshi bilaman. Hammani bilib turib men turilmayman o. Hech nimani bilmay turib sen nimaga turilsan?" Xo'jayinning nima demoqchi ekanligini tushundim. Uning do'stlaring degan so'zni alohida talaffuzda aytishi qalbimdagi nafratdan hurpaygan qora bulutlarni tarqatibdi. Men o'zim yozgan she'rlarimni o'shaq muqamiga silib aytishga boshladim. Naqsham yuragimni titratmoqda. Duttarimning mo'ngluq tarixi qalbimning qatlamlaridagi pig'ollarimni patqaqda chaylangan gul dastasiga aylangan umid orzularimni bayon qilmoqda. Mening she'rimning oldingi kupleti mundaq boshlandi. "Charaki bulbuli erdim, tilim dog'landi ne chora. Samoda shodlanar erdim, qanot bog'landi ne chora. Xazallar to'kdi gul bog'im, quyullar huvlishar anda. Qurub firdavsi gulshanim, tamom zaxlandi ne chora."